ota-onalarimizga hayot bera olmaymiz, lekin umrlari uzayishi uchun, sog'liklari yaxshi bo'lishi uchun sababchi bo'lishimiz, ya'ni o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin. Arginin tavsiya qilamiz, faqat yoshlarga emas, faqat sportsmenlarga emas, yoshi katta ota-onalarimizga, doda-buvlarimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Albatta, yoshi katta otaxon, onaxonlarimizda, ota-onalarimizda uchrab turadigan, ko'p hollarda uchrab turadigan qon bosimini normallashtirib beradi. Miyaga kislorod borishini yaxshi ta'minlab beradi. Bir xillarda oyoq-qo'l uchlari sovqatadi. Qo'llarning uchi, oyoqlarning uchlari muzlash oqibatlari ko'p juda ham. Ularga ham davo bo'ladi, chunki qon aylangandan keyin tanada естественно qo'l bilan oyoq isiydi. Keyin bir joyda ko'p o'tirib qolsa, oyoqlar, qo'llar uyushib qoladi. O'sha narsalarga ham juda ham katta yordam beradi. Keyin uyquni yaxshilaydi va eng asosiysi, agar pitaniya to'g'ri bo'lsa, ovqatlanish o'z me'yorida bo'lsa, insonning o'zida bor somatropin gormonini ham yaxshi ishlashiga yordam beradi. Tavsiya qilamiz, ota-onalarimizni duosini olaylik.